Hammaga salom. Forum kanaliga xush kelibsiz. 2025-yilning anime olamidagi eng dahshatli va qonli janglardan biri Arrodan va portlovchi iblis jangi bo'ldi. Bu jangda biz yangi personaj Reizning kuchlarini bilib oldik, lekin jang juda uzoq va boshqa iblislar aralashuvi bilan bo'ldi. Shu sabab bu jang asosiy savolga to'liq javob berish qiyin. Kim kuchliroq, Reiz yoki Arrodan? Bu videoda jangni tahlil qilamiz va ulardan qaysi biri kuchliligini aniqlaymiz. Bu animedagi iblislar insonlar qo'rquvlari orqali paydo bo'ladi. Portlovchi iblis ham insonlarning portlashlariga va shu kabi qurollarga bo'lgan qo'rquvlari mahsuli. U Sovet ittifoqi tomonidan yuborilgan agent bo'lib, maqsadi Denjining yuragi, aniqrog'i Pachitani qo'lga kiritish edi. U bu topshiriq yo'lda Denjining qalbida sevgini uyg'ota oladi. Denji allaqachon unga ishonib bo'lgandi. Jang juda katta vayronagarchiliklar va o'limlar keltirdi. Bunga asosiy sabab Reizning dahshatli kuchi. Uning kuchi nomiga monand portlatish. U cheksiz ravishda portlovchi energiyalar chiqara oladi. Shu sabab masofadan jangda ham juda kuchli. Bundan tashqari, undagi regeneratsiya sabab jarohatlari va hatto tana a'zolari ham tez o'sib chiqa oladi. U hatto tana a'zolarini ham portlata oladi. Reiz bu kuch orqali hatto gravitatsiyaga ham qarshi chiqa oladi va portlashlar bilan yo'nalishni o'zgartiradi. U Denji ishonchiga kiradi va boshqa iblislar kabi unga ham Denjining yuragi kerak edi. Portlovchi iblisligi fosh bo'lgach, Denjining iblis ovchilari himoya qila boshlashadi. Reiz esa bir o'zi butun jamoani qirib tashlaydi. Shoot, my damsel in distress acted. Now I've got no choice. Holy shit! It's a devil! Straight up code! Endi esa anime bosh qahramoni Arrodan. Uning kuchlari yaqin masofadagi ustunlikni ta'minlaydi. U qo'llardan, boshidan va istasa oyoqlaridan ham arralar chiqara oladi. U juda tez va hech qanday rejasiz telbalarcha jang qiladi. Jangda uni ustunligini ta'minlaydigan asosiy qobiliyatlardan biri bu uning regeneratsiyasi. U hatto uzilib ketgan tana a'zolarini ham qayta o'stirib chiqaradi. Uni ikkiga bo'lib yuborsa ham o'lmaydi. Uning yana bir dahshatli kuchlardan biri u o'ldirgan iblislar mavjudlik tushunchasidan ayrilishi. Lekin afsuski, u bu kuchni ongli ravishda ishlata olmaydi. U qondan kuch oladi. Jarohatlar tufayli kuchlanayotgan paytda qonunga yana jang davom ettirish uchun yetarlicha kuch beradi. Juda ko'p iblislar uning yuragi bo'lgan Pachitoni qo'lga kiritishni xohlaydi. Bunga asosiy sabab Arra iblisi juda ham qudratli bo'lib, uning eng dahshatli kuchi iblislar ruhini o'chirib yuborishidir. Bu qudratdan olamlarning eng chuqur va dahshatga botgan joylaridagi iblislar ham qo'rqishadi. Reiz ham uni qo'l kiritmoqchi bo'lgan iblislardan biri. Aytganimdek, jang juda uzun va boshqa iblislar aralashuvi bilan bo'ldi. Shu sabab biroz chalkashliklar bor. Lekin shunday bo'lsa-da, biz ikkala tarafning ham kuchlarini yetarlicha ko'rdik. Reizning asl yuzi mushakbozlik paytida ma'lum bo'ldi. Uzr, ozgina yoqimsiz sahna.
Unda Denjining sherigi Bim uni qutqaradi. Denji ovchilar himoyasida bo'ladi, lekin hatto bu jamoa ham Reysga qarshi tura olmaydi. Reys bilan Denji birga bir jangga kiradi, lekin uni yana qutqarishadi va qon bilan davolashadi. Ovchi jamoadan tashqari unga Bim, Power, Aki va Farishta iblis yordam beradi. Reysga esa Typhoon iblis yordamda bo'ldi. U anchagina katta xaos yarata oldi. Ammo kuchga to'lgan Denji va Bim uni katta qiyinchiliksiz hal qilishadi. Denjining jamoasi Reysga katta qarshilik qila olmaydi. Bim va Denji Reysga qarshi qolishadi. Jang o'limlari va qonga boy bo'ldi. Butun shahar bir umrlik esda qoladigan portlashlarni boshdan o'tkazdi. Reys bombalari Denjini kuchdan qoldiradi. Reys jang bo'yi masofani ustalik bilan saqlab jang qildi. Jangda ko'rishimiz mumkinki, Reys bu kuchni cheksiz ishlata oladi. Aslida Reys allaqachon Denjini yengib bo'lgandi, lekin jang so'ngida Denji arralarni sindirib tishli zanjirlar orqali Reysni o'ziga bog'lab suv ostiga tortib ketadi. Reys esa suvda kuchni ishlata olmaydi. Jang yakunlandi. Reys Denjiga qarshi chiqmaydi, chunki unda ham Denjiga nisbatan his-tuyg'ular paydo bo'lgandi. Reys SSSR quroli va u oldin bunday tuyg'uni his qilmagan. Ayniqsa bolalarcha harakatlari Reysda o'zgacha taassurotlar qoldiradi. Kim kuchli degan savolga esa bemalol Denji deb javob bera olamiz, chunki Reys uni bir necha marta parchalab tashlaydi, lekin u qaytib kelaveradi va jang so'ngida Denji uning zaif tomonidan foydalanib yengadi. Bundan tashqari, agar Arra iblisini to'liq kuchini ishlatsa, Reys mavjudlik tushunchasidan ayrilgan bo'lardi. Xullas, savolga javob oldik. Afsuski, Reysni keyingi qismlarda ko'rishimiz ham savolga aylandi. Keyingi qismlar tahririni ham Ani Forum TV kanalida topa olasiz. Videoni ko'rganingiz uchun hammaga rahmat, hammaga xayr.